Jaloliddin Rumiy. Masnaviydan ibratli hikoyalar. Suzishni bilmagan tilshunos, til qoidalarini puxta biladigan tilshunos bor edi. U o'zining bu fazilati bilan faxrlanardi. Bir kuni kemaga chiqib, dengiz safariga otlandi. Kemachiga yuzlanib, "Sen til qoidalarini o'rganganmisan?" deb so'radi. "Yo'q", dedi kemachi. Tilshunos, "Unday bo'lsa, sening yarim umring bekor ketibdi", dedi. Kemachining bu gapdan ko'ngli og'ridi, lekin darrov javob qaytarmadi. To'satdan shamol ko'tarilib, suv kemani qa'riga torta boshladi. Kema girdobga yaqinlasha bordi. Kemachi yo'lovchiga, "Ey tilshunos, suzishni bilasanmi?" dedi. Tilshunos, "Yo'q, bilmayman", deb javob berdi. "Unday bo'lsa, sening butun umring zoya ketibdi. Chunki birozdan so'ng kema g'arq bo'ladi. Bilginki, hozir nahvni, ya'ni til qoidalarini bilish emas, mahv ilmi fano bo'lish qo'l keladi. Agar fano bo'lish ilmini bilsang, o'zingni xotirjam dengizga ot", dedi kemachi. Nima qilsin kuyib yongan mo'min mirzolar, safingizga oling meni jonim turnalar.